Men ketdim, Alish kelyapti. Nimaga? Ves mahalla bilan karta o'ynab, hammani qora xotinman deb baqirtiryapti. Men yana baqirgim kelmayapti. Men uytaman qarab tur, tuyib tashlayman uni, maki. Nima? Menga qara, menga sen kar var shar qilasan. O'tkazib bilan yutkizib qo'y, shartni bajarmagansan. Bajarsang keyin o'ynayman. Oshna bitta o'ylab ko'r lekin. Jan, men ismim Sardor, sen bilan o'ynayman deganim uchun meni kechir. Endi meni ishimim yirtir. Boshqa ishtonim qolmadi. Berchekadan ta'siri. Qora xotinman. Keyingisi kirsin. Qora xotinlar qiroli kirsam bo'ladimi? Isming nima? Meni ismim Doston, oshnalarim Kana deb chaqirishadi. Ishimni 6 joydan chakirtib. Bo'ldimi, kirorayim, bajardim shartingni. Qora xotinman. Yo'q, yaxshi, hech o'xshamayapti. Orqa sal totib ko'rasanmi yo? Bir kun seni yutamanmi? Chichqon bo'lib chiylaverasan. Eshityapsanmi? Sen gapiryapsan. Nima deyatding? Milliy Pay degan ilova chiqdi deyapti. Nima u ilova? Rossiyadan turib O'zbekiston kartalariga primoy pul tashlasang bo'lar ekan. Humo bo'ladi, Uzkart bo'ladi, Visa kartadan farqi yo'q, primoy tushadi. Undan tashqari Rossiyadan turib O'zbekistonning uyning kommunal to'lovlariga, internetingga, svetingga, gazingga, polniy bank xizmatlarini ashitdan turib bajarsang bo'lar ekan. Zo'r ekanmi? Milliy Pay dedingmi? Milliy Pay olasang App Store, olasang Google Play'dan tortib olasan. Eng asosiysi esidan chiqmasin, O'zbekiston fuqarosi bo'lsang, ro'yxatdan o'ta olasan, xolos pasporting bilan rossiyskiy nomering bo'lishi kerak. Bolalar, men ismim Sardor, kirlarni yuvib qo'ydim, oshxonalarni yig'ishtirib qo'ydim, ko'chalarni supurib qo'ydim. Endi masalan qora xotinman o'ynaylik. Qora xotinman. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch.